Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitaptan tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Peygamber aleyhissalatü vesselam'daki muni sözü bab sübtüde kullanılgan. Yani bu babda bir kısım anlıqçılığa nispeten anlıqçılardan bir kısım şu söz yoki hadis yetkazilgan g'oyib kishilar naq maydon qatnashgan anglag'uvchilarga nisbatan bekrak hifz idroki kuchliroq yoki puxtaroq idroki yaxshiroq bo'ladi degan so'z haqida. Undaqda bu halol harom masalasidagi anglashlar emas, har qanday anglagan narsalarga nisbatan. Ya'ni bu umumiy mutlaq so'z. Yani bir qism mana shu xabar yetkazilgan odam naq maydon qatnashgan odamdan bekrak hushi idroki shu so'zni tutilish qobiliyati yaxshiroq bo'ladi degan bo'ladi. Undaqda umumiy ummatning ichida juz'iylik, nisbiylik nuqtada elib etgan vaqtida aql idroki, hifzi tutilish qobiliyati sahobalardanmi yaxshi odamlar bo'ladi deganlik bo'ladi. Ama sahabeler mutlak noktadan ularniki dastlab musulmon bo'lganligi, payg'ambarimizga yordam berganligi, Rasulullahning ko'rganligi, fazilati bilan bular mutlaq ustun, bularning darajasi. Ammo bu sahobalarga nisbatan nisbiy holatda sahobalardan bekrak tutilish qobiliyati yuqori, aql idroki ustun odamlarmi ummatning ichida tepiladi degan ma'no kelib chiqadi. Bu Anvar Shah Kashmiriy rahmatullohi alayhiniki yakuni. Mesela İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bunun tipik misalları. İmam Bukhari sahabe emasligi, sahabalarning ko'p hadislarni yodlagan, tutilish qobiliyati bilan mashhur mutlaq musulmonlarmizda. Endi bu 67. numurluq bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi shunday deydi, bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi o'tdi boshda. İsmi Musaddad ibn Musarhat nomi bilan mashhur. Bu odam dedi bizga Bişir hadis so'zlab bergan edi deydi. Bişir bo'lsa Bişir ibn Mufazzal ar-Raqqashi nomi bilan mashhur. O'zi Basrda yashagan Muhammad ibn Munkadir qatorliq ulamolardan bu odam hadis anglagan. Bu kishini İmam Ahmad hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida İmam Ahmad rahmatullohi alayh Basrda masalan bu odam mazmutliq hadis ilmidagi mazmutliq haqida sözsüz deb sifatlaganda İmam Ebu Zur'a, Abu Hatim qatorliqlar, mesela Muhammed ibn Sa'd qatorliq mashhur ulamolar, hadisshunoslar bu ko'p hadis rivoyat qilgan shenjilik degandek sifatlar bilan sifatlangan. Lekin bu odam Osmonchi ekan. Osmonchi deganimiz ayni davrda islom dunyosida kishilar bir necha tarafbozlik tarafga bo'linib ketgan. Bir qismlar masalan Ali raziyallohu anhu tarafdorlari, bu yani Elizmchilar. Bir qismlar Muaviyachilar, bir qismlar Osmon ibn Affonchilar qatorliq. Ammo Muaviyachilar hamda Osmonchilar asosan umum jihat elbetqa vaqtida yani bir tarafdagi kishilar hamda. Bu kishining hayotda ibodatga mahir, yani pishiq. Hatta bir kunda 400 rakat namoz o'qiydi desa, bular bir ko'roz tutib, bir ko'roz tutmaydi degandek sifatlar berilgan. 186-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam hamda Ibn Avn degan kishida hadis rivoyat qilyapti. Ibn Avnning ismi Abdullah ibn Avn al-Basri nomi bilan mashhur. O'zi basrlik o'tgan. Bu kishi hamda Anas ibn Malikni ko'rgan tabiinlardan bo'ladi. Lekin Anas ibn Malikdan hadis anglaganligi xotirlangan emas. Bu kishi Muhammad ibn Sirin, Hasan al-Basri, Qasim ibn Muhammad qatorliq ayni davrdagi mashhur tabiinlardan bu hadis anglagan. Bu kishiniki shogirdlaridan Shobat ibn Hajjaj, Sufyan as-Savri, Abdullah ibn Mubarak, undan boshqa nurg'un kishilar. Ulamolar bu kishiga qanday baholarni bergan desa, olimlar desa, Abu Hatim ishonchlilik degan bahoni bergan. Ammo bu odamniki bir shogirdi bor ekan, Xorija degan. Bu kishining deyishda men 24 yil Abdullah ibn Avn bilan birga hamroh bo'lib yashadim. Farishtalarning uning xatolik yozganligini bilmayman degan. Ya'ni unda his qilmayman degan. Mush darajada bu odamning zoitligini mush iborat bilan sifatlaganda bu odam Hijriya 66-yili tug'ilib
85 yaşda ölüp ketken. Ondaqda bu adam 151 yılda ölüp ketken buldu. Hicriye. Bu adam özün ustazı İbn Sirin'den hadis rivayet kılıyordu. İbn Sirin nasıl Muhammed İbn Sirin başta öttü. Muhammed İbn Sirin olsa Abdurrahman İbn Abi Bekre diyen kişiden hadis rivayet kılıyordu. Bu kişi Abdurrahman Abi Bekre Abi Bekre mesela Abi Bekre olsa Abu Bekir Sıddık'ın oğlu oldu. Bu Abdurrahman emez. Bu Abi Bekre namıyla meşhur. Yani Nufay ibn Haris diyen kişinin ki balası. Özü Sakıp kabilesinden bu adam. Bu kişi Ömür ibn Hattab'daki zamanında Besir'de Müslümanlar koşunu terpiden mesela Besir'de Irak'ta tunca tuğulgan Müslüman boğak buludu bu adam. Bu kişinin ki mesela ustazlardan asas köpüncüsü sahabla mesela Ali ibn Abu Talib, Addad ismi Abu Bekret Sakafi ile Abdullah ibn Ömür ibn As Katarlıklar. Şagirtleri mesela Muhammed ibn Sirin Katarlık büyükler bu kişinin ki şagirtleri buludu. Ölümalar bu kişi baha vergen vaxtıda işencilik diyen bahanı bergen. Bu kişi 96 yıl ölüp ketkenlik hatırlangan İslam tarihlarda. Ama bu kişi özün dadısından rivayet kılıvatıda. Dadısının ismi Abi Bekre kunyası ile meşhur. İsmi Nufay ibn Haris Sakafi diyen namıyla meşhur. Özü Taiplik adam. Özü Taiplik adam. Nima bu Abi Bekre'de de Bekre kunyasıyla işletilgan degan vaqtida Peygamber Aleyhissalatu vesselam Taip qo'rg'inni qo'rshab olgan vaqtida bu adam shu Taipliklar tarafidan, ya'ni mushriklar tarafidan sepilga esilib tushgan. Shu Bekre degan narsaniki ishiga tushib. Bu balki Sovetdek bir narsa bo'lsa kerak. Shu buni Peygamberimizning ozodkardisi deb, Atiqun Nabiy deb atalgan bu adam. Bundaqda bu adam şu xalifeler devirde, 4 xalifeler devirde İslam'a köp töhfə qoşqanlıq kelib çıxdı. Çünki Besirdə yaşağa çıxdı. Çünki Besir şu vaxtda İslam dünyasındaki siyasi məşğulatlar edib berilayotgan orunlarniki biri. Besirdə yaşagan. Hatta keyinki mezgillərdə Ziyad ibn Abi'ninki devirde bir adam bir yağaç ekipken şu bazarlığa bo'lsa kerak. Hem yağaç tərs tepildiğin orunlar Arab dünyası yo'q yağaçlar. Bu yağaçını setipə desə, şu vaxt Kufi'nin Besir'deki valisi Ziyad ibn Abi bu adam setipəməbdi ki. Setipəməsə bu yağaçını bulab, şu ilib buna da bir Besir'deki mescidige bir sup sağan ken bu vali. Lakin bu Ebu Bekre, bu kişi sahabe bu mescitte şu yağaçını qomurab ilib taşlayıb etmek için namaz oxumagan deydi. Yani bu bulab selingan mescidde. Demek bu adamniki hem zahidligi, hem taqvodarligi, hem uningga o'ziniki to'g'ri deb qaragan fikrda ching turadigan bir odam ekanligiga kelib chiqdi. Bundan boshqa nurg'un bu maydonlar aniq. Bir nuqta asosan ko'pincha sahobalar o'ziniki anglaganlarini, ko'rganlarini o'zing bolalarga bildirish orqali bu dinni bugun kuni qadar yetib kelishiga bular asos ulsagan. Bu bola tarbiyalash, oila tarbiyasidagi muhim o'rganish ulgilamdi. Bu kişi hem de deydi o Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ınki bir tögünün üstüde ottağan haletini eslep ötep şu aralıkta bir adam gidip Peygamberimizin tögüsününki noktasını çulurunu tuttu deydi. Bundaqda bu tögüne Peygamberimiz üstüde tögünün noktasını tutup bir yerde tögünü toxtatqa halet olsa gerek. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam dedi ki bu qaysi gün dedi. Biz hemmimiz cimmiz tutuduq deydi Ebu Bekre. Biz o'ylab qaptık deydi Peygamberimiz bu günde başka bir ismiyle ataydığa o'xshaydi deb. Yani bu asli Nahr kuni bu holatda. Yani Arfat'ın keyinki aytsa Mina'nın şu ular qurbonlik qilgan kunda Peygamberimiz dedi ki bu Nahr kuni emasmi deb shundaq dedi. Biz shundaq ari deb javob berdik dedi. Sonra Peygamberimiz yana dedi ki bu qaysi ay dedi. Biz yani cem tutuq dedi. Bu aynımı başka bir isim bilen Resulullah atab birdiğe o'xshaydi deb o'ylab qaptık. Peygamberimiz dedi ki bu Zilhacce iyi emasmi dedi. Zilhacce iyi Arab kalendari, Müslüman kalendarındaki bir yılın içindeki ahirki 12. ay. Biz shundaq ari degandek ki Peygamberimiz yana bundaq dedi. Sizlarning qininglar, melinglar, yüz obro'yinglar sizlarning oranglarda haram dedi. Demakchi bo'g'ini bir-biringlarning qinini to'kish,
bir-biringlarning melini o'rinsiz egallab yeb bir-biringlarning o'z obro'yiga tegish, to'kish bu harom demoqchi. Xuddi nimaga o'xshash? Bugun sizlarning mushu kuninglarning, mushu iyinglarning, mushu turayotgan shahringlarning hurmatiga o'xshash. Yani demoqchi bo'lgani, mushu bugünkidek mesela ulug' bir qutlug' kunda, mushu Zulhijja oyida, mushu Makkadan iborat esil bir mushu muqaddas yurtda, o'rinda mushu deyilgan salbiy nachar ishlarni qilish cheklanganga o'xshash, mushu kunning hurmatini saqlash qanday talab qilingan o'xshash, mushu yuqoridagi 3 avvaldimi cho'qim hurmatni saqlash kerak demoqchi bundan. Chunki arablar islomiyatdan burunmi jahiliyat davrida Makkaning mushu muqaddasligini, mushu oyning Zulhijjaning muqaddasligini, hatto mushu Mina, Arfatdagi mushu kunlarning muqaddasligini bular biletdi. Bu vaqtlarda bir-birining qinini to'kash avvallar bularda cheklangan umuman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hamda bular mushu ulug' muqaddas bilayotgan, o'zing oti bo'lsin tatib odatlanib kelayotgan bu udum qoidani ta'kidlash va misol elish orqali mushni o'xshash bu yana harom cheklangan bu ishlarmi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularniki bir xil qoyilligini qo'zg'ash va amal qilish tarafini kuchlantirish uchun bu misolni olyapti. Hem shundaqla arablarda masalan shu Zulhijja oyini masalan Makka mukarramda ayni vaqtlarda ulug' bilgan bilan boshqalarniki qinini to'kish, uning hisob ro'yiga daxl tarz yetkazish, boshqalarni bulash, mollarini egallashlarini aytgan umum taqilgan. Bu qabilaga urush ichib bilan bir-biriniki o'ltirib, bir-birini egallab, bir-birini qul qilib yashagan bo'lar. Shunga Peygamberimiz bu eski yomon odatni o'zgartirish haqida bu misolni elayotdi. Peygamberimiz yana to'liqlab shunday deydi: "Ma so'rin qatnashgan hozir kishilar bu qatnashganlar yo'qlar yetkazib qo'ysin." Chunki deydi, bu so'ringa qatnashgan, bu gapni anglagan kishilar balkim o'zidanmi bakrak aql idroki kuchli, tutulish qobiliyati yuqori odamlarga yetkazib qo'yishi mumkin dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Undaqda bundan bir uchur chiqyotdiki, endi sizlardan keyin yani aqlli, ilmni yaxshi tushunadigan, hifz quvvati yuqori odamlar keladi degan tushunchani bermoqchi bu orqali. Demak bu Hajjatul Vidoda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oxirgi hajda deyilgan so'zlar keyin masalan mushadan taqgan sahobalar bu sahobalarning soni ba'zan 100 ming degan, ba'zan 120 ming degan oxirgi hajda. Umuman qancha bo'lishidan qat'iy nazar bular taqgandan keyin hamda o'zinki qabilalariga, yurtlarga borgandan keyin shu yerda qolib qolgan musulmonlarga bu so'zlarni yetkazaylik, ular keyingilarga yetkazaylik. Musharriqlik bizga qadar bu yetib kelgan bu ilm. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.